Bir haqiqat borki, odamlar uni tushunmaydilar. Siz qalbingizni shu kabi narsalar bilan to'ldirganingizda, siz o'zingizga boshqa bir dunyoni ochasiz. Buni odamlar tushunmaydilar. Qandaydir jihozi bilan ijro etadigan musiqachilarni qandayligini, sahna ortida bu insonlar nimalar qilayotganlarini odamlar bilmaydilar. Bu ayollar va bu erkaklar olomon ichida ular uchun bunchalik baqirishning sababi bor. Ular o'zlarining ijrolari va boshqa aqlga sig'mas harakatlari uchun jinlardan bo'lgan yordamchilardan foydalanishyapti. Odamlar esa bu narsalarni tushunishmaydi. Bu boshqa bir olam. Ayniqsa ko'plab musulmonlar bunday haqiqatlarga befarq qaraydilar. Ular bu butunlay boshqa bir olam ekanligini tushunishmaydi. Bu safsata emas va bu odamlar o'ylaganlarday do'stona narsalar emas. Yo'q, siz bu narsalarni o'z uyingizga taklif qilyapsiz. Ba'zi olimlar musiqani shaytonning Qur'oni deb ta'riflaydilar. Iblisning Qur'oni. Chunki bu narsa insonlarning qalblariga yetib boradi va qalblarni egallab oladi. U qalblarni egallab olgan vaqt esa Allohning Qur'oni uchun joy qolmaydi. Bu haqiqat. U Qur'onni tashqariga siqib chiqaradi. Men musulmon bo'lmagan vaqtlarim, men har xil musiqa asboblarini chalar edim. Men sizga ayta olamanki, men o'zimni tom ma'noda jin tomonidan egallab olingandek his qilar edim. Men o'zim qila olishga qodir bo'lmagan ishlarimni qilar edim. Men o'zim chalishga qodir bo'lmagan narsalarimni chalar edim. Aslida musiqa juda xavfli va ko'plab odamlar musiqa orqali nimalar qilayotganlarini bilmaydilar. Agar siz bunga ishonmasangiz, G'arbdagi Beatlemania deb nomlangan hujjatli filmni ko'rishingizni o'zi kifoya. Qancha aqldan ozgan insonlar ommalashtirilgan va havo to'lqinlari orqali tarqatilgan musiqaning yangi ohanglarini eshitdilar. Va bu rock and roll odamlarga katta ta'sir ko'rsatdi. Bu bilan olam xuddi zulmatlashib borayotgandek edi. Va sen bunday rock and roll va shu kabi musiqa turlarining ichiga sho'ng'ib ketasan. Va sen qandaydir ma'noda odamlar aqldan ozib boradigan bunday konsertlardan haqiqatdan ham jiddiy muammolar orttirib olasan. Va men aniq ayta olamanki, bunga giyohvand moddalar ham qo'shilib boradi. Musiqani taqiqlovchi hadislarning aksarini o'qib ko'rsangiz, xuddi shu hadisda giyohvand moddalar ham aytib o'tilgan bo'ladi. Musiqa sohasida ma'naviy buzilish keng tarqalgan. Sahna ortida ko'plab hodisalar sodir bo'ladi. Odatda yorug'likka chiqqanda bu ishlar axloqsizlik ekanligi namoyon bo'ladi. Shuning uchun islom olamidagi tarixiy olimlardan biri Ibn Qoyyim Javziya rahimahulloh aytadilarki, musiqa iblisning Qur'onidir. E'tibor bering, bu gaplar aytilgan vaqtlardagi musiqa hozirda bizning kundagi musiqa kabi bo'lmagan. Lekin shunda ham Ibn Qoyyim buni iblisning Qur'oni deb nomladi. Endi bizning kundagi musiqa haqida nima ham deyish mumkin? Shuning uchun musiqa sohasida faoliyat olib borayotgan odamlarning ko'pini haqiqatdan ham eng yomon gunohlarni sodir etayotganlarni ko'rasiz. Va odatda ularning aksari faoliyatini yaxshi xulq bilan boshlab, keyinchalik yer yuzidagi eng yomon odamlardan bo'lib ketadilar. Men shaxsan o'zim ko'rgan va guvoh bo'lgan narsam, ular musiqa sohasiga kirib kelganlaridan keyin o'zlari kutmagan va sezmagan holda boshqa insonga aylanishadi. Insonlar Jimi Hendrixni yaxshi ko'rishadi. U kuchli og'u ta'sirisiz ijro eta olmas edi. Biz buni hattoki ilmiy nuqtai nazardan ham bilamiz. Eng yuqori og'u ta'sirdagi musiqachilarning har biri bu haqida bir o'ylab ko'ring. Ulardan ko'pchiligi yuqori darajadagi kayf safoga olib boruvchi giyohvand modda va alkogollarni iste'mol qilishadi. Siz bundan qochib qutula olmaysiz. Agar siz giyohvand moddalarga va spirtli ichimliklarga mukkangizdan ketishni xohlamasangiz, o'z telefoningizdagi musiqalarni o'chirib tashlashingiz va boshqa musiqa jihozlaringizni tashlab yuborganingiz yaxshi. Chunki siz eshitayotgan insonlarning ko'pchiligi bu narsalarda mukkasidan ketgan insonlardir. Spirtli ichimliklarga, narkotiklarga, aqldan ozdiruvchi boshqa dorilarga islom o'zining bu boradagi o'rnini juda ham ochiq bayon qiladi. Xo'sh, bu odamlar qo'shiq kuylayotganlarda qanday holatda bo'ladilar? Va men shaxsan o'zim bilaman, ko'plab insonlar ularning ismlarini aytib o'tirishni xohlamayman. Va biz Alloh ularni islomga boshlashini so'raymiz. Bu juda mashhur bo'lgan rap guruhi. Ular dunyo bo'ylab balki 30-40 million plastinka sotishgandir. Ular aslida jinlar bilan aloqa qilishar, iblislar bilan muloqotda bo'lishar edi, hamda shaytonga sig'inishar edi. Va ular menga qanday qilib shaytonlar yordamida bo'lishganini aytib berishgan. Bordi-yu siz musiqa sohasida bor bo'lsangiz, misol uchun sizda Snoop Dogg'ning musiqasi bo'lsa, Alloh ularni islomga hidoyatlasin. Uning iblis bilan muloqot qilayotgan musiqasi bor. Musiqaning o'rtasida u o'z qalbini iblisga sotganini aytadi. Musiqa sohasida shunday bir qalbning buzilishi borki, bu boshqa yermaklardan juda katta farq qiladi. Sizlarning ko'pchiligingiz bilsalaringiz kerak.
Men qachonlarda rock guruhining eng asosiy gitarachisi bo'lgan edim. Bu mening biografiyamda aytilmaydi, lekin bu haqiqat. Men Malayziyada yashagan kezlarim men asosiy gitarachi edim. Alhamdulillah, keyinchalik men islomni topdim. Mening bas ijrochim ham islomga kirdi. Barabanchim ham keyinchalik islomni qabul qildi. Bundan keyin bizlarning hech qaysi birimiz musiqa ijro etmadik. Lekin gap shundaki, musiqaning jozibasi va kuchi bor. Bu men uchun juda oydinlashib bo'lgan. Islomni qabul qilganimdan keyin ham bir muddat tungi klublarda musiqa ijro etar edim. Men islomni qabul qildim. Keyin men ijro etgan guruhimning boshqa a'zolaridan o'z jamoamdan ajraldim. So'ng men insonlar kayf-safo qilganlarda, mast qiladigan ichimliklar ichishganda ularga qo'shilmas edim. Tungi klublarda yagona mast bo'lmagan inson men bo'lar edim. Men u yerda ijro etar edim. Insonlar raqsga tushar edi. Va bilasizmi, men bu odamlarga shunchaki chetdan qarashni boshladim. Va men bu narsalar qanchalar shaytoniy bo'lganligini ko'rdim. Alloh shayton qanday qilib insonlarni qiziqtirish haqida zikr qilgandek sodir bo'layotgan edi. Har xil ovozlar bilan o'zga chorlar edi. Bu aniq edi, ochiq edi. Bu odamlarni ustidan hukmronlik qilayotgan musiqadagi mavjud bo'lgan kuch edi. Bu odamlarda musiqaga Qur'onni yaxshi ko'rishdan-da ziyodroq muhabbat bor edi. Va bu Allohni sevgandek, musiqani sevadiganlar edi. Agar siz musiqaga nazar tashlasangiz, va men ko'plab olimlarni bilaman, siz bilgan olimlarning ba'zilari buning nojo'ya yeri yo'q, bu yomon emas va hokazolar deyishadi. Bunga qaramasdan, men bu narsaning haqiqatini oydinlashtirishni xohlayman. Hattoki agar biz musiqani halollab berayotgan ba'zi olimlarga nazar tashlasak ham, ular bugungi kundagi musiqalar haqida gapirishmaydi. Bugungi kundagi musiqa batamom boshqacha. Butun dunyoda, butun yer yuzida Beyoncé'ni, Madonna'ni, Michael Jackson'ni eshitishga ruxsat beruvchi bir dona ham musulmon olim yo'q. Ular umuman boshqa. Chunki birinchi o'rinda bular jirkanch, iflos narsa. Ushbu lirikalar dahshatli, mudhish. Ular sizning tanangizni qimirlatishingizga va tana a'zolaringizni silkitishingizga undaydi. Alloh bizlarni mag'firat qilsin. Haqiqatdan ham siz tanangizni harakatlantirasiz. Sizda jinsiy bezovtalik bo'ladi. Hattoki amal qiluvchi nasroniy va yahudiy olimlari ham bugungi kundagi musiqani eshitish taqiqlangan deyishadi. Nafaqat musulmon olimlar. Mening o'ylashimcha, bugungi kunda musiqa sizni aqlingizdan ayirishning eng oson vositalaridan biri hisoblanadi. Musiqa bugungi kunning audio pornografiyasi. Bu ochiqlik, bu behayolik, bu axloqsizlik. Bu sizdan odamiylik his-tuyg'ularni olib qo'yadi. Bu sizni ayollarga buyum yoki hayvonlardan ham yomonroq maxluqlarga qaragandek qarashga majbur qiladi. Va ayniqsa men payqagan narsa, men bilgan ko'plab hip-hop sahnalaridagi musulmon birodarlarim juda ham yaxshi qiroat qiladilar. Ularning tajvidlari ham mukammal darajada. Shunga qaramasdan, ular musiqalarini yod oladilar. Ular musiqalarini eslab qolishadi. Bu juda qabih soha. Uning jirkanchligi shundaki, siz musiqa eshitganingizda sizning o'yu hayolingiz qanday qilib qaram-qarshi jins vakilini jalb qilish haqida bo'lib qoladi. Chunki bu musiqalarning aksari soxta muhabbat haqida. Bularning hammasi sizning hissiyotlaringiz haqida. Siz uyda baxtli bo'la olmaysiz. Siz ishga borganingizda, siz o'zingiz bilan ishlaydiganlarni ko'rasiz. Va musiqa ta'sirida siz o'zingizni kinolarning qaysidir sahnasiga tushib qolgandek his qilasiz. Shunda musiqa sizni tetiklashtirib, bir qarashda aqlsiz bo'lgan narsani qilishga undab qo'yadi. Qur'onning ohangrabosi bor yerda Alloh subhanahu va taolo tomonidan beriladigan sokin muhit paydo bo'ladi. Qandaydir buyuk va katta narsa. Qur'onni o'rnini almashtirishimiz kerak emas. Agar inson hip-hopni uzoq tinglab bo'lgandan so'ng Qur'on eshitganda jahli chiqsa yoki kimdir mashina ichida Qur'on qo'ysa, bilasizmi ular nima deyishadi? "Ey, buni o'chirib qo'ying. Men shunchaki gaplashib ketishni xohlayman." Va ular Qur'on eshitganlarida darhol jahl qilishadi. Bu aslida shaytonlar ularni egallab olganlardan darak beradi va ular insonga tinmasdan vasvasalar bilan pichirlaydilar. Chunki shaytonlar eng ko'p nimani yomon ko'rishadi? Ular Qur'onni yomon ko'radilar. Ular Allohning so'zlarini yomon ko'radilar. Ular qochadilar, bu ularga ozor beradi. Xo'sh, siz bilasizmi ular nima qilishadi? Bir insonning qalbini iblis tark etgani sababli ular uning qalbini chimchilashni boshlaydilar. U odam Qur'on eshitgan mahal, ular buni eshitishni xohlamayman deydilar. Bu insondan tishini sug'urib olayotganga o'xshaydi. Siz bu insonga Allohning so'zlaridan eslatma berishga harakat qilsangiz, ular bundan g'azab qiladilar. Bu xuddi allergiya ta'sirini qo'zg'atganga o'xshaydi. Chunki birinchi o'rinda shayton sizdan uzoqlashishiga sabab bo'ladigan narsa uni yoqilg'i bilan ta'minlashni to'xtatish. Ularning yoqilg'isi esa bu musiqadir.